Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Bugun sizlarga men menyuyimizdagi qolgan mahsulotlarimiz bilan tanishtirib o'tmoqchiman. Demak, bizda losos tushonkasi bor. 6 soat davomida parda pishiriladi. Tiftel frikadelkalarimiz bor. Dolmalarimiz bor. Dolmalarimiz peris dolmamiz, karam dolma va tok dolmamiz bor. Kotletalarimiz 4 xil bo'ladi. Bizda demak mintay balig'idan kotlet, kulinli kotlet, говяжий, ya'ni go'shtli kotlet va kiyevskiy kotlet. Sirnikilarimiz bor. Qizil sirnikilarimiz 3 xil formatda bo'ladi. Klassik sirnikilar, kuragali sirniki va izumli sirniki bor. Qizlar bizlarning sotuvimizda limon so'ki bor. Bu limonga suv qo'shilmagan, shakar qo'shilmagan, toza limonni o'zini so'kini ajratib olganmiz. Ertalab erta tongdan limon suvi ichadiganlar uchun ayni muddao suviga qo'shib ichasizlar. Va bizda ikralarimiz ham bor. Bu keta balig'ining ikrasi. Narxi ham bor. Hurmatli obunachilarimiz, hamma mahsulotlarimiz nalichida bor. Bemalol zakaz bersanglar bo'ladi. Quyidagi pastdagi raqamlarga murojaat qilib zakaz bersangiz bo'ladi. Mahsulotlarimiz narxlari bilan tanishmoqchi bo'lsangiz, Instagram profilimizdagi aktualniy tugmasini bosib, narxlarimiz bilan tanishing.